Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki Uyghur vatandaşlar. Ben Tahir'imin Uyg'uriyam bo'laman. Bugün Amerika'nın paytaxtı Washington'da mektebimde turup sizlar bilan muhim bir tema haqida fikr almashtirmoqchi bo'lyapman. Bu tema bek kona amma adam bir qatordan kelishgan, muhokama qilgan, so'rovlarda deyilgan bir tema. Ammo hozirgacha har birimiz turlik sabablar, turlik omillar tufayli to'liq hal qilinmagan bir tema. Gerçi ben bugün bunu hal qilolmasammi, ammo o'zimning ko'z qarashlarimni o'tirib qo'yaman. Bu tema bo'lsa Uyg'urlarning obrazi. Bu obrazga bo'lgan ta'sir ko'rsatgan sabablar va buni hal qilish usuli. Bu tema keng tema, ammo men bugun faqat Amerika Uyg'urlarining obrazi. Amerika Uyg'urlarining obrazi qanday qaraldi, jamoat orasida, Uyg'urlar orasida qanday qaraldi. Undan keyin bu obrazga qarata keltirib chiqargan sabablar qaysi? Anikin bu haqda qanday o'ylaysiz degan bir temada so'zlayman. Chunki Uyg'urlar orasidagi kishilik munosabat, bir-biriga bo'lgan hurmat, tushuncha to'liq hal bo'lmay turib, Uyg'urlarniki o'zaro moslashib, hamkorlashib, millatning kelgusi uchun ma'lum bir ish qilishi bu mumkin emas. Uyg'urlar orasidagi munosabatningki to'liq va to'g'ri hal bo'lishi bir bütün milletimizningki taqdiri bilan zich aloqador. Aldı bilan deydiganim bu tema gerçi benim shaxsiy fikrim bilan aloqador bo'lsa-mu, ammo lekin men bu temani o'zimning manfaati uchun so'zlamadim yoki ma'lum bir shaxs yoki tashkilotningki o'g'irlashish bilan so'zlamadim. Shunaqla bu so'zlaganlarim quruq hayajon yoki shaxsiy fikrdan ko'ra ma'lum tekshirishlarga asoslangandan keyin so'zlayapman. Kishilik munosabatning ne kadar muhimligini bilasizlar. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar haqida deyilgan gaplar, Uyg'urlarning bir-biriga bo'lgan pozitsiyasi, Uyg'urlar bir-biriga hurmat qilamdi, ishonamdi degan mush masalalarning hammasi bizning navbatdagi bir bütün taqdirimiz bilan aloqador muhim bo'lgan masalalarning birisi. Sohbetimdeki temisi Uyg'ur, Uyg'ur bilan Uyg'ur. Bugungi temamning asosli temisi Uyg'ur, Uyg'ur bilan Uyg'ur degan tema. Aldı bilan men shu necha vaqtdan beri so'zlarimni anglab, men bilan fikrlashib kelgan do'stlarimga Allohga rahmat aytaman. Men Amerikaga kelishdan burunmi, vatandagi vaqtlarimizda Amerikadagi umumiy ma'rif, taraqqiyot, siyosat, qonun haqida ko'p fikrlarni anglaytdik. Shunaqla Amerikadagi Uyg'urlar haqida ma'lum tushunchaga ega bo'lgandim. Men o'tgan yili Amerikaga kelishdan burun Isroilda o'qiyotgan vaqtimda Amerika Uyg'urlar haqida, ya'ni Amerika jamiyatiga Uyg'urlar haqida aytib pasif baholarni ko'p anglagan. Qo'lqimga kiradi. Amerika Uyg'urlari oq, ko'k, bir-biriga ishonish yo'q, hurmat yo'q, bir-biriga muhabbat qilgandan ko'p anglaydim. Ta hozirgacha Amerika'nın özü turvatımı bir yıl 3 ay oldu. Muş jarayonda Amerika Uyg'urlari haqida Amerika Uyg'urlarining og'zidan va boshqa davlatlardagi Uyg'urlar haqida Uyg'urlarning og'zidan Amerika Uyg'urlari haqida ko'p anglayapman. Boshqa davlatlardagi Uyg'urlar mendan so'raydi. Turkiya, Yevropa, Amerikadagi Uyg'urlar tanishlarimiz ko'p. Vatandan tortib aloqa kelgan, fikrlashib kelgan 5-600 og'illarimiz chet elda bor, turli tadqiqot, ilmiy yoki savdo ishlaridan shug'ullanadi. Ularni ko'p so'raydi, sen qanday turyapsan degandek. Men bugun endi tunji qitimda deydigan gapimiz shu Amerika Uyg'urlari haqida kishilar qanday qarayapti. Men buni avval o'tirib qo'yman. Men qanday angladim kishilarni. Ikkinchi bosqichda bu anglaganlarimiz haqida mening qanday qarashim bor. Eng oxirida shu masalalarni qanday pozitsiya bildiramiz, qanday hal qilamiz degan temada fikr almashtirman ko'pchilik bilan. Rahmat. Men anglagan Amerikaga kelgandan va kelishdan burun anglagan gaplar mundaq gaplar edi. Bu xalqning fikri bu men vakillik qilmaydi. Amerikada Uyg'urlar hammasi bir-birini josus deb qaraydi ekan, bir-biriga ishonmaydi ekan, hammasi bir-birini xoin, munofiq, sotqin deb qaraydi ekan degan
köp anladım. Bu birincisi, en köp anladım. İkincisi, Amerika Uygurları ezelden bir bilan inat emas. Hemmisi yalgandan dost buludu, arkadan tıllaydı. Köge vaqtı yaxşımsız deydi, kendinden tıllaydı gibi anladım. Bu ikinci anlarımız hem şu menimki 300 yakın Amerika Uygurlarından bo'lgan suhbat jarayonida qoldirgan ta'sirotlarningki yig'indisi. Üçüncüsü kishilar shundoq deydi, ya'ni Amerika Uygurları ezelden tanımaydigan Uygurlarni ko'rsa qochadi bir-bilan, salomlashmaydi, bir-bilan sirdoshmaydi, ishonmaydi degan bu fikrlarni ko'p anladim. Dördüncüsü, Amerika Uygurları Amerika cemiyetinden ayrılıp qalgan, yoki ular Amerikalar bilan aralashmaydi, ya Uygurlar bilan aralashmaydi. Shuna bo'lg'achqa bu Uygurlarda g'alati bir psixik holat mavjud degan qarashni anladim. Dördüncüsü, cho'nglar yoshlar uchun yomon ulgu tiklab berdi. Ularning o'zaro munosabatdagi dushmanlik yoshlarni umidlantirdi. Yoshlar shunga Uygurlarga aralashmaydi. Bu kelgusida xatar. Yani Amerikadagi Uyg'ur yoshlari cho'nglardan kelgan turli munosabat, ijtimoiy chambarak, siyosiy sohadagi do'stlarniki, cho'nglarniki ta'siri yaxshi bo'lmaganlikdan kelib chiqqan degan mushkul fikrlarni anladim. Bundan keyin Amerikada o'zaro fitna fasod ko'pligidan qizlar o'g'illar bilan ko'rishib tamoq yeyishdimi qo'rqidi. Shuning bilan bir-bilan tanisholmaydi. Shuning bilan asta-asta Uyg'urlar bilan tanishamagandan keyin, aralashmagandan keyin yatlar bilan tanishidi, yatlar bilan to'y qiladi degan bu qarashni anladim. Bu boshqalarning fikri tekshirish jarayonida bayqalgan narsalar. Undan keyin Amerikaga burun chiqqanlar vatanda yuz bergan keyingi o'zgarishlarni, Uyg'urlarningki ma'rif, iqtisod, fan texnika jihatdagi taraqqiyotini bilmaydi. Shuning bilan ularda Uyg'urlarga ishonch yo'q, Uyg'urlarning taraqqiyotiga, fan texnikasiga ishonch yo'q degan gaplarni ko'p anladim. Shunga ular Uyg'urlarni taraqqiyot qilgan ko'rmagandan keyin azroq pul topgan odamni ko'rsa hayron qoldi yoki xoin deb hasad qiladi degan gaplar ko'p bo'lindi. Endi yana birisi, bu yerda siyosiy aralashadigan Uyg'urlar 3-4 guruhga ayrilgan, siyosiy aralashmaydigan Uyg'urlar o'zaro do'st yarim bo'lib o'tidi degan gaplar bo'lindi. Undan boshqa bu yerdagi Uyg'urlar bek obro'yxo'r, topgan pulni bek ko'z-ko'z qiladi. Ondan keyin bek shaxsiyatchi, xalq ulvasi kar yo'q, tamasha ko'rdi degan gaplar bo'lindi. Shu yuqorida 10 xil fikr shu Amerika Uyg'urlari haqida deyilgan eng passiv gaplardan iborat. Bu boshqalarningki shu ijtimoiy chambarakda, ijtimoiy taratqu, o'zaro munosabat, kishilik munosabatda pushurishda bir-biriga bo'lgan qarashlari. Endi buningga qarata men shaxsiyan nima ko'rdim, nima his qildim desa, men kelgili 1 yil 3 oy bo'libdi taxminan. Bularga qarata men oldi bilan hamma odamningki tushunchasi o'ziga bog'liq. Qanchalik rost, qanchasi yolg'on, buni kishilar har birisi o'zi bildi. Ammo mening shaxsan o'zim his qilganim, men kelgan vaqtdan beri 200 ga yaqin Uyg'urlar bilan turli sorun, turli munosabat chamberikida har qaysi sohadagi, masalan, ziyolilar bor, uning ichida siyosiy faoliyatchilar bor, normal omma bor, hukumat ishlaydiganlar bor, lekin so'zga og'illarimiz bor. Buning hammasini didorlashdik, uchrashdik. Menga bergan ta'siri desa, Amerika Uyg'urlarining menga bergan ta'siri shunchalik yaxshi. Xuddi men vatandagi Uyg'urlarni ko'rgandek, shuncha menga shunday mehr berdi, menmi ularga shunday bir mehrlik muomala qildim. Menga telefon qilib, ahvol so'ragan, ko'ngil bo'lgan, o'zimizning oilamiz, balchaqlarimizning Allah qilmagan vaqtlarimizda medialardan, g'arb medialaridan ko'rgandan keyin bizga tasalli bergan, ahvol so'raganlarni ko'rdik. Shunaqlar menga unmay yo'qlab kelgan Uyg'urlarni ham uchratdim. Uylarga kelib, biz qiladigan ishlar bormi, yordam qiladigan ishlar bormi, maslahat beradigan ishlar bormi degan Uyg'urlarni ko'p uchratdim. Mana bu men Amerikada ko'rgan ish. Kishilar men Amerikaga kelishdan burun Amerika Uyg'urlari oq, ko'k deb to'la degan. Ammo men Amerikaga kelgandan keyin namoyish jarayonida, ilmiy muhokama yig'in jarayonlarida, so'rinlarda, uylarga chaqirishlarda, turli hukumat uchrashuvlarida men Uyg'urlar bilan ko'p aloqa qildim, ammo menga bergan ta'sir desa, mening Amerikadagi ko'rgan Uyg'urlar xuddi meni vatanda ko'rgan Uyg'urlarga o'xshash, shu qadar samimiy, oq ko'ngil, ko'yimchan Uyg'urlar. Buni men ko'rganim, bu shaxsiy qarashim. Qizg'in va samimiy deb his qildim men. Ammo ular nima uchun menga bu qadar yaxshi muomala qildi bu Amerika Uyg'urlari? Mening yaxshi bo'lganligim uchunmi
yoki ularning yaxshi bo'lganligi uchunmi, yoki har ikkilisi uchunmi? Men bunga javob bermayman, lekin mening o'ylaydiganim hech qanday bir odamga yaxshi muomala qilishi, ahvol so'rashi qarzi yo'q, ko'ngil bo'lishning hojati yo'q. Chunki hamma odamning o'zining turmushi, oilasi, hayoti o'zi bilan birga. Shunday turliq mushu Uyg'urlar nima uchun astoydil yaxshi muomala qildi? Chunki bu Uyg'urlar o'zi yaxshi. Mushu yerdagi Uyg'urlar shu qadar yaxshi. Güzel, samimiy, tirishchan, astoydil. Mushu yerning Uyg'urlari, Amerika Uyg'urlari shu qadar yaxshi bo'lgan bo'lg'achqa, astoydil, mehrlik bo'lgan bo'lg'achqa, mushu kunga qadar Uyg'urlarning o'zaro jamiyatini taraqqiy qildirib, Uyg'urning dunyoviy kuchlik Uyg'urning dunyodagi eng kuchlik bir davlatdagi siyosiy davosini mushu qadar ilib berishida Amerika Uyg'urlarining to'pisi intayin zo'r deb qarayman. Amerika Uyg'urlari faqat Uyg'urning siyosiy davosidan emas, balki Uyg'urning madaniy hayotida, iqtisodiy hayotida nurg'un rolni qo'shyapti. Men buni ko'p ko'rdim. Amerika Uyg'urlarining iqtisodiyot taraqqiyotlarini ko'rdim, yordam berayotganlarini ko'rdim. Boshqa davlatlarga, Yevropadagi, Turkiyadagi Uyg'urlarga yordam berayotganlarini ko'rdim, Amerika Uyg'urlarining. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Muhokama yig'inlaridagi o'zaro vatanga o'xshaydigan bir xil qizg'inlikni, hurmatni, milliy madaniyatni gavlantirishni bularni ko'rdim. Vatandagi Uyg'urlar uchun yordam qilamizmi, ammo mush yerda da'vo qilayotgan Uyg'urlar uchun yordam berayotganlarni ko'rdim. Eng cho'ngdan tortib, eng kichikcha Uyg'urlarniki astoydil o'zining yurkidan chiqarib turib, nom qozonish uchun emas, shuhrat uchun emas, balki shu Uyg'urning davosiga kichkina asqitib qolarmiki, ma'lum ta'sir ko'rsatib qolarmiki deb, o'sha Amerika Uyg'urlarininki mishadagi da'voga qo'shgan tuhfatlarini ko'rdim. Endi Amerikadagi bisim, iqtisodiy bisim, xizmat bisim, oila bisim bu intayin hayot ritmi tez, malbas qimmat, xizmatga qo'yilgan talablar ig'ir. Shunda turg'liq Uyg'urlar yana bir-biriga ijtimoiy munosabatlarda nihoyatda yaxshi qizg'in muomala qilayotgan. Mening ko'nglim shu endi. Shunga men Amerika Uyg'urlarini, bu Washington tavasida Uyg'urlarni yuqoridagi ayblashlarga xususan men qo'shilolmayman. Bu mening shaxsiy tillashim. Endi biz boshqalarni ayblagan ekanmiz, boshqalarni tillagan ekanmiz, bizdan mana bir savol so'rash to'g'ri keldi. Biz boshqalarni kutmay turib, avval boshqalar uchun biz nima berdik deb savol so'rashimiz kerak. Har bir Uyg'ur menga nima berdi emas, men Uyg'ur uchun nima berdim deb so'rash kerak. Uyg'ur menga nima berdi emas, men Uyg'ur uchun nima berdim degan savolni so'ragan vaqtimizda, odatlangan vaqtimizda bizning tafakkur usulimizga, og'zimizga, harakatimizga mushu xil ong singan vaqtida Uyg'urning realligi o'zgaradi. Agar biz ma'lum odamlardan pas baholan olgan bo'lsak, ko'nglimiz ranjib qolgan bo'lsa, u chaqda biz men boshqalarni men tillamay turib, boshqalar uchun men biz boshqalarni tillamay turib, avval boshqalarga biz azra berdikmi yo'qmi? Ular uchun ziyonli ish qildikmi yo'qmi? Ularningki ular bizga yomon ta'sir berdikmi yo'qmi? Buni o'ylashib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki har bir ishning bir sababi bo'ladi. Boshqalarga azar bergan bo'lsak, yomon gap qilgan bo'lsak, o'zimiz xato ish qilgan bo'lsak, cho'qimki uning qarta muvaffaq raddiyasini, javobini ko'ramiz. Shunga kishilarni tillashdan burun, Amerika Uyg'urlarini haqorat qilishdan burun yoki tillashdan burun cho'qimki o'zimizda bir masala bormi yo'qmi, buni o'ylash kerak deb o'ylayman. Bizning qalbimiz bir aynak, chiroyimiz bir aynak. Agar biz yaxshi bo'lsak, yaxshi qilgan bo'lsak, cho'qimki shu yaxshi ish qarta natijasini ko'ramiz. Agar yaxshi qilmagan bo'lsak, uningga qarta cho'qim uning natijasini ko'ramiz. Shunga har bir ishda oldi bilan o'zimizning kelish kerak deb o'ylayman. Endi biz hech qanday ayb yo'q, farishta sifat, mukammal bir Uyg'urlarni kutamdik. Uyg'urlar hech qanday bir ayb bo'lmasligi kerakmi? Mayli Amerika Uyg'urlari bo'lsin, Turkiya Uyg'urlari bo'lsin, Yevropa Uyg'urlari bo'lsin, har bir Uyg'ur farishtaga aylanishi kerakmi? Bu mumkin emas. Ashuna farishta sifat millat yoki xalq bormi dunyoda? Yo'q. Turklar shundaqmi? Arablar shundaqmi? Xitoylar shundaqmi? Amerikaliklar shundaqmi? Hindiyalar shundaqmi? Yevropaliklar shundaqmi? Hammasida bor. To'g'rini izlasanglar, har bir millatniki mayli tadqiqot, akademik sohaga cho'nqirilgan darajada bo'lsin yoki real turmushda sayohatchilarga bergan ta'siri bo'lsin, har bir millatda yuzlagan minglagan turmush odatida yoki o'zaro muomalada chiqib qoladi. Ustiga bu bir qanday xatolik desa, ma'lum jamiyatdagi, ma'lum bir millatdagi qisman hodisani umumiylik ko'tarib,
Şu milletga yoki shu rayondagi xalqga umumyuzlik shuni yomonga ochiqish bu bir ilmiy jihatdan qabul qilinmaydigan umumlashtirish hodisasi. Umumlashtirish uchun g'oyat zo'r kuchli paket bo'lishi kerak. Uni sog'liq ma'lumot aylantirib, hamma xalqga shuna singan bo'lsa, uni haqiqatan shuna ayblashga bo'ladi. Ba'zi davlatlarda g'iybat qilish, biz masalan Uyg'urlarda g'iybat ko'p degan bo'lsak, ba'zi millatlarda g'iybat qilish umumiy bir millatningki gazet jurnallargacha g'iybat bisilgan ahvollar bor. Hamda Uyg'urlar duch kelayotgan bisimlar nihoyat ko'p bo'lgandan keyin psixik ro'y bisimlar. Bu ro'y bisimni chiqargan bir bo'shliq bo'lmagan ekan, ular albatta turli usullar bilan o'zining ko'nglini bo'shtidi. Navbatda ijtimoiy taratqular o'zining ko'nglini bo'shtadigan bir soha bo'ldi. Shunga menimcha bu alayzal cho'ng bir xatolik emas deb o'ylayman. Endi u qadar ko'p tabriqchilik, ko'ngilsizlik hodisasining ko'pinchisi bo'linishdan kelib chiqadi. Bo'linish nimadan kelib chiqadi desa, bo'linish iddialarningki o'xshamasligi, o'rtaqlikning oz bo'lishidan kelib chiqadi. O'rtaqlik oz bo'lgan vaqtida bo'linish shu qadar ko'p bo'ldi. O'rtaqlik endi bizda bo'lishtirishlik o'rtaqlik nima desa, ruhiy o'rtaqlik. Ruhiyat jihatga o'rtaqlik. Milliy madaniyat jihatga o'rtaqlik. Undan keyin mas'uliyat jihatga o'rtaqlik. Bu uch o'rtaqlik ruhiyat jihatga o'rtaqlik bizning qimmat qarashimizni belgilaydi. Madaniyat jihatga o'rtaqlik bizni bir-birimizga bog'lab turdi. Munosabatlarimizni, chambarimizni bog'lab turdi. Mas'uliyat jihatga o'rtaqlik desa bizni ma'lum bir harakat uchun o'rtaq nishon uchun kurash qilishga undaydigan narsa. Mushu uch narsa bo'lgan bo'lsa, mukammal bo'lgan bo'lsa, bu bizning oramizdagi munosabat nihoyat yaxshi bo'ladi. Endi mening ijtimoiy munosabatni tanlash haqida qanday o'ylaganlarim bor desa, mening nazarimda butun hamma joylarda bo'lsa, hamma yerda bo'lsa, Uyg'urlar endi bizda masala yo'qmi degan savol chiqadi. Masala albatta bor, lekin masalani tillash bilan, g'iybat qilish bilan, Uyg'urni yomonga chiqarish bilan, bir-biriga ishonishni yo'q qilish bilan bu hal qilinmaydi. Masalani hal qilish chorasi bir-birini tillash emas. Masalaning chorasi bir-biriga bo'lgan ishonchni, bir-biriga bo'lgan hurmatni, bir-biriga bo'lgan muhabbatni oshirish. Agar Uyg'ur bir-biriga ishonmasa, hurmat qilmasa, muhabbat bo'lmasa o'zaro, bu Uyg'ur uchun kurash qilish ruhi hech kimda bo'lmaydi. Shuning uchun eng yaxshi Uyg'ur cho'qimki butun kuch bilan Uyg'urning yaxshiligini tashviq qilish kerak. Uyg'urning go'zal yerlarini deyish kerak. Uyg'urningki kamchiliklarini cho'qim tushunadigan bo'lish kerak. Agar sen Uyg'urni yaxshi ko'rsang, Uyg'urda kamchilik bor. Buni bilishing kerak. Buni sen qabul qilishing kerak. Biz farishta emas, farishta millat bo'la olmaymiz. Ham hech kim bo'lgan emas. Endi bu xil masalalarni hal qilishning usuli eng yaxshi usul ma'rif. Ma'rif orqali nurg'un narsalar hal bo'ldi. Chunki safa o'sgan sari birga bo'lgan umumyuzlik nurg'un psixik masalalar, ijtimoiy masalalar hal bo'ldi asta-asta. Bundan boshqa biz muhabbat va ishonch o'zaro mas'ul bo'lish bilan nurg'un masalalarni hal qila olamiz. Men bu uch narsani ko'p ta'kidlab qilyapman. Muhabbat, ishonch va o'zaro mas'ul bo'lish bilan nurg'un narsalarni hal qila olamiz deb o'ylayman. Undan boshqa biz normal turmushlarimizda o'zaro pat-pat salomlashib turish, telefon urib ahvol so'rash, bu mehr-muhabbatni o'stirdi. Bak oddiy usul bu, lekin o'zimiz muhim deb qaragan yoki yaxshi ko'rgan odamlarga telefon qilsak, xo'sh bo'lishi mumkin. Bir-birimiz haqida o'zaro tushiradigan, ongimiz ko'ngli yerim bo'ladigan gaplarni imkon qadar qilmaslik kerak. Har bir odamningki kamchilik bo'ladi. Uni so'rinda, ammo so'rinda deyishimizningki, azar berishimizningki hojati yo'q. Boshqaning oilasida, turmushida, xizmatida yuz bergan ishlarni amal va yaxshi tarafdan o'ylash, ilhom berish, maqtash. Boshqaning qiyinchilik bo'lib qolsa, qo'limizning kelsa yordam bersak bo'ldi, lekin boshqalarningki cho'qimki real turmushda yuz bergan masalalarni texmo kengaytib, kishilarni tushiradigan bu masalalarni desak, bu qat'iy to'g'ri bo'lmaydi. Endi ijobiy masalalar nihoyat ko'p, ijobiy ishlar nihoyat ko'p. Ijobiy ishlarni ko'rishimiz kerak. Men Amerikada behjiq yaxshi odamlarni ko'rdim. Har bir shtatda ko'rdim. Kaliforniyada ko'rdim, New Yorkda ko'rdim, Washingtonda ko'rdim. Hamma yerda shu qadar go'zal, yaxshi Uyg'urlar bor ekan. Endi shu Uyg'urlarga qarata biz umid, ularning yaxshi taraflarini biz desak, ig'zimizdan chiqarsak, ularga madhiya bermasakmi, maqtayolmasakmi, herhalde shaxsiy tilaklarimizni bildirsak, bu yerda nurg'un masalalar hal bo'lib deb o'ylayman.
Onundan keyin hamda bayatın deganimizda Uyg'ur jamiyatida illat shu qadar ko'pmi degan bir savol. İllat o kadar ko'p emas. Bizda aksicha madiylaydigan, xursand bo'lgan ishlarni aytib ko'p. Men ilgari bu vaqt uzoq so'zildim. Vatanlik Uyg'urlar haqida mening bildiganlarimni yana ko'pchilikka o'rtoqlashni albatta xohlayman. Ularning har qaysi jihatga erishganlarini. Ammo mayli Uyg'urlarimiz nerede bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, O'rta Osiyoda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, Uyg'urning vujudidagi fazilatni ko'rish uchun aql, samimiyat, tirishchanlik ketmaydi. Faqat ko'z ketadi. Faqat oddiy bir narsa ketadi. Har bir Uyg'urda vujudida kishilar inkor qilmaydigan yaxshiliklar bor. Men bu yaxshilikni Amerikada kelgan kundan ta hozirgacha ko'ryapman. Uyg'urlarniki bir-biriga bo'lgan ilhomlarini ko'ryapman, tirishchanliklarini ko'ryapman, g'alaba qilayotganlarini ko'ryapman. Faqat biz ijtimoiy mediada o'rtoqlashgan vaqtimizda pasif narsani o'rtoqlashdik. Boshlarga azob beradigan narsani o'rtoqlashdik. Agar Uyg'urlarningki oshirayotgan, g'alaba qilayotgan utuqlarini o'rtoqlashsa, biz ko'rgan boshqalar biz uchun qilib bergan degan narsani o'rtoqlashsa, biz uchun degan yaxshi tilaklarni biz uchun qilib bergan ishni o'rtoqlashsa, kishilar ashuni bilsa, mehr muhabbatimiz oshadi. Uyg'urning mehr muhabbati oshmay turib, Uyg'urningki bir-biri uchun kurash qilish ruhi o qadar oldiga bosmaydi. Shunga mening deydiganim Amerika Uyg'urlarini boshqa davlatda turib, boshqa shaharlarda turib, Washington Uyg'urlarini tanqidlash to'g'ri bo'lmaydi, adil bo'lmaydi. Men bu yerda ko'rgan o'shatgan Uyg'urning hammasi menga nisbatan shu qadar yaxshi, qizg'in muomala qildi. Yuqorida deb o'tgandek, kishilarningki nurg'un Amerika Uyg'urlarini tillagan haqorat so'zlarini angladik. Ularning o'zi pok emas. Qisman hadisni umumiylik ko'tarish ilmiy bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Uyg'urningki hammasi o'xshash. Bütün dünyadagi Uyg'urning hammasi xarakteri o'xshash, fazilati o'xshash, mijozi o'xshash, uning g'oyasi o'xshash. Uyg'urni bo'lishninki ko'yda emas, biz Uyg'urni ittifoqlashtirishning, Uyg'urga mehr muhabbat berishning, Uyg'urning bir-biriga bo'lgan ishonchini oshirishning ko'yda bo'lishimiz kerak. Eng yaxshi odam Uyg'urning go'zalligini tilga oladi. Uyg'urni bir-biriga o'ch qilib, bir-biriga bo'lgan ishonchini o'ldirishning maqsadi nima? U kim uchun xizmat qildi? Uning g'oyasi nima? Buni cho'qim bilish kerak. Uyg'urni tilovatgan odamning keyinda cho'qimki to'g'ri bo'lmagan bir tushuncha bor yoki bir niyat bor. Tushunchani hal qilib bo'lishi mumkin. Chunki u ko'p qism Uyg'urlar bilan fikrlashsa, yaxshi Uyg'urlarni his qilsa, cho'qimki uning yaxshisini deydi. Agar uning keyinda yomon niyat bo'lgan bo'lsa, u yomon niyatni cho'qim o'zi bishig'i kelgan vaqtida, uning zihni ko'rgan vaqtida yomon niyatning ta'sirini aman his qilib yetadi. Bugungi o'rtoqlashgan temam mushu, ya'ni Amerika Uyg'urlarini, Yevropa Uyg'urlarini, Turkiya Uyg'urlarini har qanday dunyoga har qanday Uyg'urni tillashga, haqorat qilishga bo'lmaydi. Uyg'urni Uyg'urdan qochirishga bo'lmaydi. Uyg'urni Uyg'urga o'ch qilishga bo'lmaydi. Uyg'urni bir-biriga nafratlantirishga bo'lmaydi. Agar siz samimiy bo'lsangiz, Uyg'urning go'zal taraflarini ko'ring. Nurg'un media mansublari bir qator matbuotlar ziyorat jarayonida mushu Uyg'urlar orasidagi nurg'un masalalarni mendan so'radi. Uyg'urlar bir-biriga o'chgan, bir-birini jastab qaraydi ekan, bir-biriga ishonmaydi ekan, qanday qaraysa deb. Men ularga dedim. Men unday gaplarni anglab baxmadim. Men Uyg'urlar boshqa gaplarni, unday gaplarni demadi. Social mediada deyilgan bir ikki qiz odam haqidagi gap Uyg'urlarning umumiysiga vakillik qilmaydi. Uyg'urlarda umumiyizlik 90% Uyg'ur, yoki 99% Uyg'ur bir-birini shu qadar hurmat qildi, yaxshi ko'rdi. Bir-birlar aralashib Uyg'urlar Uyg'ur bo'ldi. Shunga medialar Uyg'urlar o'rtasidagi undaq pasif narsalarni yozması kerak dedim ularga. Bular g'arb mediasiga Uyg'urlar bir-biriga ishonmaydi, Uyg'urlar bir-birini josuslaydi, Uyg'urlar bir-birlar inoq emas degan bu gaplarni deyishning nima foydasi bor Uyg'urlar uchun? G'arb dunyosi uchun nima foydasi bor? Hal qilib beradilar bizning masalamizning g'arb dunyosi hal qilib bermaydi. Uyg'urning masalasini faqat Uyg'urlar hal qildi. Ana bo'lgan ekan Uyg'urning masalasini nima bilan hal qilamiz? Mehr muhabbat bilan, ishonch bilan hal qilamiz. Uyg'urlar cho'qim bir-biriga bo'lgan ishonch, mehr muhabbat bilan hal qilish kerak. Uyg'urlar bir-birining yaxshi taraflarini ko'rish kerak. Nega bo'lsa, assalomu alaykumdan tortib toki Xudoga omonat deb qo'yguncha har bir so'zimizda Uyg'urga bo'lgan qizg'inlik, mehr muhabbat, hurmat, mushuni ifodalasak, Uyg'ur tez suratda bir-biriga bo'lgan hurmat kuchaygan sira, bir-biriga amroq bo'lgan sira Uyg'urning da'vosida ilgirlash shuncha oshadi. Uyg'ur uchun kurash qilish ruhi shu qadar oshadi. Agar Uyg'urni masxir qilish, ko'zga ilmaslik, chatga qilish avj olgan sira
bu yerdeki Uygurlar bo'lgan ishonch yo'qolgan sari, Uygurlar bir-biriga o'ch bo'lgan sari, bu Uyg'urniki, vatandagi Uyg'urniki taqdirida shu qadar chekinish bo'ladi. Mening bugungi shu so'zimdagi maqsadim nima desa, faqat har qanday bir Uyg'urniki qalbidagi go'zal narsalarni ko'raylik. Har bir Uyg'urning vujudida, garchi biz yoqtirmaganda qilgan bilan, biz ko'rmaganda qilgan bilan, har bir Uyg'urning vujudida nayt go'zal narsalar bor, ortiqchilik bor, fazilat bor, bizda yo'q narsalar bor. Biz bilmaydigan narsalarni u biladi. Biz boshdan ko'chirmagan narsalarni u shaxs biladi. Shunga Uyg'urga bo'lgan ishonchni realligimiz orqali ko'rsataylik, Uyg'urga bo'lgan hurmatni haqiqiy realligimiz bilan oshiraylik. Amerika Uyg'urlari haqida, Washington Uyg'urlari haqida deyilgan har qanday pishni pasatlarga quloq solmaydi. Mening ko'rgan Amerika Uyg'urlari intayin yaxshi. Men hozirga qadar 200-300 Uyg'urlar bilan fikrlashdim, avvallashdim, uylarga bordim. Mening uylarimga keldi, so'rlig'i bilib bordik. Nurg'a Uyg'urlarni uchratdim, savdogarlarni uchratdim, ma'murxonlarni uchratdim, tadqiqotchilarni uchratdim. Hammasi bir-birini isi. Har birisi shu qadar hurmatli. Uyg'urdan tillashning, Uyg'urni so'kishning hech qanday bir Uyg'ur uchun hech qanday roli yo'q, manfaati yo'q. Xitoy uchun eng xizmat qiladigan eng yaxshi usul agar Xitoy uchun xizmat qilman deganlar qolsa, Uyg'urni bo'lishni iborat. Shunga Uyg'urni bo'lish uchun eng yaxshi usul Uyg'urni tillashni iborat. Shuni biz bilib olaylik. Uyg'urni tillabatganlar, Uyg'urni bir-biriga o'ch qilayotganlar, Uyg'urniki vujudidagi kichik ishlarni zo'raytib, uni ayblayotganning hammasini keyinda bir kuch bor, bir qarniyat bor. Agar siz haqiqatan millatni so'ydigan bo'lsangiz, Uyg'urning vujudidagi tuman manga yaxshi fazilatlarni ko'ring. Men ko'rdim shuni. Men Amerikada ko'rdim. Nega borsam shu yerda ko'rdim. Qaysi shtatga borsam shu yerda ko'rdim. Qaysi shaharga borsam shu yerda ko'rdim. Mening Uyg'urim shu qadar yaxshi, shu qadar axloqli, shu qadar samimiy, shu qadar ko'yimchan, shu qadar insonparvar bir millat. Uyg'urlar haqida, Amerika Uyg'urlari haqida deyilgan, bir-birini josuslaydi ekan, bir-birini tillaydi ekan, haqorat qiladi ekan, urushidi ekan, ko'ranmaydi ekan. Bu gaplarning hammasi umumiy hodisa emas, qisman hodisa. Ular az sondagi odamlarning umumiy xislatini umumiy Uyg'urlar topgan odamlardan iborat. Uyg'urning hammasi o'xshash. Qozog'iston Uyg'urlari go'zal, Yevropa Uyg'urlari go'zal, O'rta Sharq Uyg'urlari go'zal, Turkiya Uyg'urlari go'zal, Amerika Uyg'urlari go'zal. Faqat Uyg'ur bir-biriga amroqlikni oshirgan vaqtida, bir-biriga bo'lgan ishonchni oshirgan vaqtida, Uyg'urim eng yaxshi millat deb aqida qilgan vaqtida Uyg'ur uchun xizmat qilish ro'yimiz oshidi. Vatandagi Uyg'urlarga degan to'xtalmayman. Men faqat Amerika Uyg'urlariga to'xtaldim. Amerika Uyg'urlari haqida mening bildiganlarim shu. Amerika Uyg'urlari haqiqatan o'zininki shaxsiy turmushi, oilasi, xizmati mushuni yaxshi qilgandan boshqa ijtimoiy munosabatni yaxshi qilyotdi, vatan millat uchun to'p qo'shyotdi. Shunga bundan keyin Amerika Uyg'urlari haqida tillagan har qanday Uyg'urdan cho'qim gumonlanish kerak. Chunki Amerika Uyg'urlari Xitoy uchun eng zarb berayotgan Uyg'urlarning zarbador qo'shini shu poytaxt Washington turyotdi. Amerika Uyg'urlarini Xitoy eng qattiq qo'g'iydi, eng cho'chiydi. Uyg'urlar bilinsa, bir-birini haqorat qilsa, bir-biriga ishonmasa, Xitoy bundan eng xush bo'ladi. Shunga bir-birimizga men bundan keyin Yevropadan yoki Turkiyadan yoki Yaponiyadan yoki Osiyodan telefon qilib qolsanglar, Amerika Uyg'urlari palani oqgan, ko'kkan bir ishimga qilmanglar. Mening ko'rganim unda Uyg'urlar emas. Mening ko'rganim intayin samimiy, yordamso'yar xalq. Mening bechiq faktlarim bor. Men ularni desam, yaxshi bo'lmaydi. Yani menga Uyg'urlarning qilgan g'amxo'rligini ko'ngil bo'lishini desam yaxshi bo'lmaydi. Uning ichida ma'naviy yordam ko'p. Ularning yo'qlishi. Endi men boytaq olgan bo'lg'achqa kishilarning menga deydigan gapi Uyg'ur nonlarini sinib qolgansida menga ancha-muncha Uyg'ur yemekliklarini nonni avakib turdi masalan. Uy nonlarini sinib qoldingizda. Boshqa iqtisodiy yordam qilsam men olmayman o'zimniki. Albatta ishlayapmiz, tadqiqot qilyapmiz, proyektlar qilyapmiz, tarjima ishlarni qilyapmiz. Hammamizda iqtisodiy yo'nalma albatta qiladigan turlarimiz bor. O'zimizning iqtisodiy asosimiz bor. Bu jihatdan Uyg'urlarning iqtisodiy yordamga muhtoj emas. Ammo iqtisodiy jihatdan bir-biriga yordam muhtoj bo'lgan Uyg'urlarga yordam qilayotgan Uyg'urlarni men bekchiq ko'rdim Amerikada. Turkiyadagi yetim bolalarga yordam qilayotgan Uyg'urlarni ko'rdim. Yevropadagi qisman oilaliklarga yordam qilayotgan Uyg'urlarni ko'rdim. Shunga Uyg'urlarni tillamayli, haqorat qilmayli, bir-birimizga o'ch qilib Uyg'urlar, Amerika Uyg'urlari eng go'zal, eng samimiy, eng yaxshi Uyg'urlar. Xuddi Turkiya Uyg'urlari o'xshash, Almuta Uyg'urlari o'xshash, Yevropa Uyg'urlari o'xshash. Mening Uyg'urimni men anglasam tillashga yo'l qo'ymayman.
endi pozitsiyada, masalan, tanqidda ma'lum bir nuqson uchrab qolgan bo'lsa, uni hal qilishning usuli boshqa. Uni tanqid qilsak bo'ldi. Uni ilmiy usul bilan, madaniy usul bilan tanqid qilsak bo'ldi. Ammo uni jamoatga aylantirib, dushmanlashtirishning usuli yo'q. Ya'ni Uyg'ur bir-birini yirgindigan qilishning usuli yo'q. Unda yo'li yo'q. Xatolikni hal qilishning usuli cho'qimki fikrlashish. Yana bu yerda bir gapni qo'shib qo'yib keladi. Nurg'un Uyg'urlarniki bir-birini ranjishi, umidsizlikniki eng cho'ng sababi nima desa, ularda normal aloqa, fikr almashtirish kamchilik. Agar bir bilan ko'proq fikr almashtirgan bo'lsa, mundishib baqqan bo'lsa, yana ma'lum bir masalani bayqasa, ma'lum bir odam haqida xato tushunchaga ega qolgan bo'lsa, ma'lum bir odamdan ranjigan bo'lsa, shu odam bilan telefonlashsa yoki uchrashib deysa, bu masala nihoyatda tez hal bo'ladi. Men bu Amerika maktablarida hatta Suud maktablarida ko'p o'tilgan bir darslik ekan, o'zaro fikr almashtirish orqali masalani hal qilishda. Albatta bizda boshqa bo'lish kerak. Pek cho'ng ish ketmaydi. Bizning qo'limizda telefon bor. Bir hurmat bildirib qo'ysak, salom yo'llasak, bolalar tug'ilsa yo'qlab berib qo'ysak, har xil so'rinlarda qizg'in kulib muomala qilsak, biz nima ko'rsatsak xalqqa, shuni ko'ramiz. Men kishilarga hurmat ko'rsatsam, men hurmat ko'raman. Men kishilar yaxshi gapini qilsam, men yaxshi anglayman. Bu bek oddiy qoida. Men bugun so'zlayotganim sizlarga intayin oddiy bir qoida. Bu bir falsafa emas, ilmiy narsa emas. Uyg'urlarimiz haqida yomon gaplarniki eng cho'ng sababi nima desa, faqat Uyg'urlar orasidagi o'zaro uchrashish, suhbat almashtirishning kamligi bir paqildi eng oxirida. O'zaro bir bo'linishninki sabablarini bayatni tilga oldik, o'rtaqlikning yo'qligini tilga oldik. Yani o'rtaq ruh, o'rtaq madaniyat, o'rtaq mas'uliyat, bu uch narsaga chaqildim. Agar bu uch narsa bo'lgan bo'lsa, bo'linish oz edi. Shunga men ko'pchilik til qilishimizni umid qilgandim. Bizning Uyg'urda haqiqatan masala bor, ko'p masala bor. Ammo uni biz da'vagan sira hal bo'lmaydi. Ammo uni ilmiy usulda tadqiqotchilarimizning yordami bilan, siyosiy faoliyatchilarimizning yordami bilan, medialarning yordami bilan, kishilardan fikr almashtirish bilan uni nasihat bilan yoki bo'lmasa qalbini o'tkazish bilan hal qilib bo'ldi. Uni umumiy ko'tarib, umumiy Uyg'urni haqorat qilish, tillash bu to'g'ri emas. Shunga men qirlashni umid qilganim, Uyg'urningki realligini, Uyg'urning kelgusini ko'rimiz deydi ekanmiz. Uyg'urning kelgusi cho'qimki bizning o'zaro bir-birimiz bo'lgan munosabatimizda, bir-birimiz bo'lgan ishonchimizda, bir-birimiz bo'lgan hurmatimizda. Oxir deydiganim bizning xalqimiz inshaalloh bir bo'lgan mehr-muhabbat, ishonch va mas'uliyat bilan Uyg'urningki kelgusini qurib chiqadi. Vatanning sirtida qurib chiqadi, vatanning ishi qurib chiqadi. Shunaqla butun dunyoda Uyg'urning obrazini faqat Uyg'urning orasida yaxshilamaydi, balki butun dunyoda Uyg'urning obrazini yaxshilaydi. Oxirda so'zimni anglab bergan ko'pchilikka ko'pdan ko'p rahmat.